Maxfiy uslub. Pistet sprey. Ajoyib. Men zindonni o'rganyapman. Hozircha men birinchi darajadagi shilimshiq o'qiyapman va men 999 ta yadro to'pladim. Izlovchilar orasida men hech qanaqa e'tiborga loyiq emasman. Yaxshi. Yana bitta toplasam 1000 ta bo'ladi. Bugungi kunda quvonchli yakunlamoqchiman. Oltin shilimshiqmi? Ajoyib raqib chiqdi-yu, ha? Qochomisan. Hatto eng noyob oltin shilimshiq ham bunday kuchli kompozitsiyaga qarshi hech qanday imkoniyatga ega emas. Voy, men darajam oshmadimi? U uchun tajriba nuqtalari juda kam ekan. Bu narsa juda qimmat turardi. Lekin bu shilimshiq kamdan kam holatda uchraydigan bo'lsa, demak, yadrosi qimmat. Voy. Bu nima? Shilimshiqdan xizmatkor kartasi tushdimi? Rostdanmi? O'zingni bos, Kaito Takagi. Avval statistikaga qarayman. Sinfi Valkyrie. Nomi Silfi. Ha, bilgandim. Albatta xizmatkor kartasi. Hech kim ko'rmadimi? Bu yerda kameralar yo'q. Ajoyib. Men uni oldim va hech kimga bermayman endi. Aytgancha, Silfi qanaqa xizmatkor bo'ldi? Rasmiy ma'lumotlar bazasida hech nima yo'q ekan. Valkyrie qanaqa sinf? Valkyrielar yarim ma'budlar, ko'nikmalari esa ilohiy chaqmoq. Demak, u yarim ma'budami? Balki bu noyob kartadir. Kartalar haqida ko'proq so'rashim kerak. Xayrli kun. Ajoyib. Mana zirh va qurollarni xohlayman. Agar kartani ko'proq pulga sota olsam, olishim mumkin. 1,5 ming yen. Ha? 3 ta sehrli shilimshiq yadrosi har biri 500 yen turadi, jami 1500 ta.
Xo'sh, ko'rsatilgan hisob raqamiga pul o'tkazaymi? Janob Takagaki? Aha. Rahmat. Kechirasiz, Hitsugaya xonim. Bitta savolim bor edi. Eshitaman. Aytaylik, men kutilmaganda xizmatkor kartasini topib oldim deylik. Masalan, farishta kartasi. Uni qanchaga sotish mumkin? Bilmadim. Bular shunchaki mish-mish, lekin chet tilda ko'p sotiladi. Bu ular hozirda nodir ilohiy turdagi kartalar 1 milliard yenga sotishing bo'ladi. 1 milliard? 1 milliard yen. 1 milliard. Bir milyard. 1 milliard. Bir milyard. Hozir sen yaramasni o'ldiraman. 1 milliard. Men katta bo'lsam zindonga ovchi bo'laman-da. 1 milliard. Nima, u 1 milliard? Xizmatkor kartasi. Voy, Shinji, Hayato, keldinglarmi? Salom. Bizda qidiruvchilarning identifikatori ham bor. Biz endi xohlagan joyimizga harakatsiz borishimiz mumkin. O eshitganman, parklarda ham tekinga dam olsa bo'lar ekan. Kayto, sen hali ham 3-darajadamisan? Men shunchaki shilimshiqlarni o'ldiryapman. Yana zindonga borishni xohlaysizlarmi? Yo'q, kerak emas. Nega? Zindonga oxirgi marta kirganimizda eslaysanmi? Biz darhol 3-darajaga tushib qoldik. Biz bu ahmoq goblinni osongina yenga olamiz deb o'ylagandik. Juda qiyin bo'ldi. O'shandan orttirgan ko'karishlarim aring tuzaldi. Boshqa yoqqa kirmoqchi emasman. Men ham. Bundan tashqari parkda dam olish ancha qiziqarliroq. Kayto, oradan 2 yil o'tdi. Sen esa hali ham shilimshiqlarni o'rib yuribsan. Zerikmadingmi? Nima, shilimshiqlarni shunchalik yaxshi ko'rib qolganmisan? Yo'q, qanaqadir shilimshiqlarga o'rganib qolibman. Ba'zi sabablarim ham bor. Ancha yil oldin butun dunyoda zindonlar paydo bo'ldi. Bunga 13 yil bo'ldi. To'g'ri. Keyingi savol. Ishing tugadimi? Ha, bugun tugatdim. Yaxshi ishlading. O'zingni urintirib qo'ymayapsanmi? Ayyo, xavotir olmang, hammasi nazoratim ostida. 15. To'g'ri javob. Agar xizmatkorni chaqirsam, kuchliroq bo'lib qolarmikan mana? Va o'shanda pastga tusha olamanmikan? Ammo 1 milliard yen bilan barcha narsani sotib olsam bo'ladi. Turli xil o'yinlarni, hashamatli uy, basseyn ham bo'ladi. Sal qolsa cho'kib ketardim. Nima qilishim haqida ko'p o'ylab borib, uxlay olmadim. Hayrada. Xayrli tong, Katsuragi. Xayrli tong, Takagi. Bugun ertachi turibsanmi? Ha, maktabga kech qolaman bo'lmasa. Kecha qaytib kelganingni ko'rdim. Qayerda yurganding shuncha vaqt? Mamma,
haligi qayerda? Anu pastda. Dam olayotgandim. Yo'q, ha, dam. Oyama va Mizutuna bilan. Rostdanmi? Ha, albatta. Voy, salom. Xayrli tong. Kaito, Katsuragi. Salom, Oyama, Mizutani. Yigitlar, kecha zindonga borganimda Katsuragiga aytmanglar, xo'pmi? Nima? Ha. Kecha birga nima qildingizlar? Bowlingga, bilyardga bordik. Kinoda edik. Baliq ovlashga bordik-ku. Yo'q, bilyard o'ynadik. Bu bilyardmidi? Bilyard. Beysbol emasmidi? Bilyard. Takaga kun, sen zindonga boribsan, to'g'rimi? Yo'q. Yo'q, u yerda nimani unutibman. Umid qilaman bormagansan. Qani ketdi. Aks holda kech qolamiz. Kamdan kam xizmatkormi? Gipotetik tarzda agar uni topsang nima qilgan bo'larding? Men uni sotardim. Noyob kartalarni yuzlab millionlabga sotsa bo'ladi. Boyib ketishing mumkin. Xuddi shunday. Bundan tashqari, sen faqat zindondagi xizmatkorlarni chaqirishing mumkin. Sotgan yaxshiroq. Albatta. Baribir sotarkanman. Avval o'sha noyob kartani topgan. U kartani topgandan ko'ra lotereyada yutish osonroq. Insoniyat taxminan 5 million yil oldin paydo bo'lishgan. To'g'ri. Agar xizmatchi yollasam, kartani sotmaganim yaxshiroqmi? Balki bu xizmatkor qanchalikdir foydali bo'lar menga. Lekin mana ajoyib. Uni qiymati 1 milliard. Lekin men qahramon bo'laman. Katsuraga maslahati. Valgeriya, Silfi. Seni chaqiraman. Nima? To'xta. Ha? Qayerdaman? Nima? Sen kimsan? Xo'jayin, men Silfiman. Siz chaqirganingiz uchun bu dunyoga keldim. Voy, men $1 milliard pulimni ko'timga tiqdim. Odamlar nima deydi endi? Alvido. Mani orzularim. Xo'jayin, nimadir bo'ldimi sizga? Yo'q, hech nima bo'lmadi. Xo'sh. Ikkalamiz birgalikda shilliq ovlaymiz. Ha? Xo'jayin. Nima? Bu yaqin o'rtada shilliqlarni sezyapman.
Nima? Ularni seza olasanmi? Mana bu yerga. Rostdan, shodda ekan. Ana, Selfi, bu shilimshiqlarni o'ldira olasanmi? Ha, albatta. Ilohiy chaqmoq. Ana o'ldirdi. Xo'jayin. Sani darajang menimcha 170 dan katta bo'lsa kerak. Menikida 17 barobar ko'proq. Albatta kuchlisan-de. Axir yarim ma'budasan. Ano, xo'jayin. Nima deysan, Selfi? Ano, qornim och qoldi. Qornim shunchalik ochki, oyoqlarim harakati kelmayapti. Sehrli yadromi? Uni yeya olasanmi? Aytgancha, men bitta kitobda xizmatkorlar sehrli yadro bilan oziqlanadi deb eshitganman. Rahmat sizga. Endi o'zimdan yaxshi his qilyapman. Bu tomonda hali ham shilimshiqlar bor. Ketdi, xo'jayin. Hoy, to'xta. Nima? Shilimshiqlar, boshqa hayvonlar, yirtqich hayvonlarni aytyapman. Aniqlay olasanmi ularni? Ha? Agar maxluqni o'ldirishga kuchingni sarflasang, keyin sehrli yadroni yeyish orqali tiklab olasanmi uni? Ha. U juda ham ko'p shilimshiqni yengishi mumkin. Lekin unga yadro kerak bo'ladi, shuning uchun hech qanday foyda yo'q. Unaqada men bor pulimni pestitsidga sarflayman. Uni kuchli ekanligi yaxshi, lekin. Voh, o'ylab topdim. Selfi, eng yaqin shilimshiq qayerda? Sizda olib boraman, xo'jayin. Ana yana. Ana u yerda yana. Ajoyib, Selfi, men uchun topib olgan shilimshiqlarni o'zim mag'lub qilishim kerak. O, darajam oshdi. Yaxshi, 4-darajaga yana 2ta jang qilsam bo'ldi. Tabriklayman, xo'jayin. Shilimshiqlar qotili. Shilimshiqlar bilan kurashganing uchun yangi mahorat berildi. Effekt shilimshiq bilan kurashda barcha xususiyatlarning 50% ga oshadi. Unchalik yaxshi emas ekan. Juda ham yaxshi emas ekan. Mayli, baribirga bo'laveradi. Axir xususiyatlar faqat shilimshiq bilan kurashish uchun kuchayar ekan u. Xo'jayin, siz qanaqa mahoratga ega bo'ldingiz? Zo'rku bu. Selfi. Xo'jayin. Yo'q, hech qisi yo'q. Unda bugunga menimcha yetadi, ha? Nima? Ana sizchi? Yana meni chaqirasiz, ha? Ha? Albatta. Va'da berasizmi? Va'da. Ha, va'da beraman. Xursandman. Yaxshi, unda mana buni Selfi, xaritaga qayt. Bir kunda shuncha sehrli yadrolarni topdingmi? Ha. Men juda ham ko'p shilimshiqlarni topdim. Bugun omadim keldi shekilli. Shunaqami? Ajoyib. Bu bir kun ichida shilimshiqlarni yo'q qilish bo'yicha yangi rekording. Rahmat. Ular uchun taxminan 15,000 yen olasan.
Valkyrie, Sylphie. U juda ham kuchli. U bilan ikkinchi darajaga tushish qo'rqinchli bo'lmaydi. Ammo goblinlar juda ham qo'rqinchli. Men 37-zindondan xabar beryapman. Voy, otamiz. Kapitan Kutsaragi, zindonni o'rganish qanday ketyapti? Ajoyib, bugun biz yanada chuqurroq borishni rejalashtiryapmiz. Bir kun kelib biz zindonlarning sirini albatta ochib beramiz. Biz sizga ishonamiz. Ular misli ko'rilmagan jasorat va aql bilan noma'lum zindonlarni zabt etyaptilar. 37-zindondagi bizni qahramonlarimiz. Kapitan Kutsaragi bilan bo'lgan suhbatimizni tingladingiz. Mayli, davom etaman. Tayyormisan, Sylphie? Ha. Endi birinchi marta ikkinchi darajali zindonga kiryapmiz. Senga ishonib qolaman. Albatta. Yaxshi, ikkinchi darajaga. Olg'a. Ha? Men albatta yanada chuqurroq darajaga o'ta olaman. Bir kun kelib zindonda jumboqlarni yechaman. Men kapitan Kutsaragi kabi qahramonga albatta aylanaman. Va yana